zo'r lokatsiyadan 2 xonali ipotekaga ham Yunusobod 3-kvartaldan 5-detskiy bolnitsani yonidan variantimiz chiqdi o'rtoq. Chap qo'limda esa detskiy plashatkasi, o'ng tomonimda esa zelyoniy zonasi va besedkasi ham bor ekan. Endi ketdik uy ichini ko'ramiz. Bu yog'imiz esa prixojay zona, chap tomonimda esa sanuzel vanna joylashgan. To'g'rida esa spalniy xonamiz joylashgan. 2 xona, 3-etaj, 4 etajli domimizda. Koridorga qaytganimizda esa to'g'riga yurganimizda chap tomonimizda sanuzel joylashgan. To'g'rida esa oshxonamiz. Umumiy maydonimiz 58 kvadrat. Endi esa asosiy xonamiz zal. Katta keng, razmeri esa 5 metrga 6 metr. Kaliti esa srazu notariusda beriladi. Bu imzoning narxi esa o'rtoq 59500. Ulgurib qolsang bo'ldi.